Kichkina shahzoda filmida bir go'zal dialog bor. Buni hamma ham tushuna olmaydi. Qo'lga o'rgatish nima degani? So'raydi kichkina shahzoda tulkidan. Tulki aytadiki, bu allaqachonlar unut bo'lib ketgan tushuncha. Bu degani rishta bog'lamoq demakdir. Rishta bog'lamoq? Ha, xuddi shunday. Hozir sen men uchun dunyodagi o'zingga o'xshagan 100 ming bolalarning birisan xolos. Hozircha sen menga kerak emassan. Men ham senga kerak emasman. Va men ham senga dunyodagi 100 minglab tulkilarning biriman xolos. Ammo bordi-yu sen meni qo'lga o'rgatsang, ikkimiz bir-birimizga kerak bo'lib qolamiz. Sen men uchun dunyodagi yagona odamga aylanasan. Va men ham sen uchun dunyodagi yagonaga aylanaman. Gap tulki yoki inson to'g'risida emasdi.